Yan tarafimiz Paxtazavod tarafdan gelasiz. Zikeshni bo'ynidan. Ulug'bog' 14-brigad. Debida Visakavolt o'tgan, o'sha Visakavoldning to'g'risindagi ko'chadayni. Yaxshi ko'chadan bir 50 metrdek aylanib kelasiz ham, o'sha ishadayni. Moskva va Podmoskvada yurgan yurtdoshlarimiz uchun ishonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Murojaat uchun pastdagi WhatsApp nomeriga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, baraka topgan kanal obunachilar, hammangizga xayrli kun. Ulug'bog' 14-bo'limda joylashgan joy o'rin sotiladir. Umumiy yer maydoni 22 sotik ekan. 22 sotikni hammasini o'zim olaman desangiz 1-2 so'm xayrana kelishib beradi. Atak 2 odam bo'lib olsa bo'ladi ekan bu yerni. 11 sotikda. Dambular diklanib turibdi. Yan tarafimizda ko'cha. Gaz, svet, suv bor, maktab tesisat yaqin. Eni 43 metr, uzunligi 52 metr ekan. 22 sotikdan ziyod. 22-300 mi shunday. Dokumentlar ham tayyor. Egasini aytish bo'yicha shundan o'zingiz bir xato ko'rib, tekshirib olaverasizlar, egasi bilan kelishib gaplashaverasiz. Gaz, svet, suv bor, maktab tesisat yaqin. Ibida Salarakda maktab bor. Bunda keyin Lomonosov maktab bor bir tarafimizda, bozor yaqin. Dambusi diklanib turibdi. Gelib joylarni solib, xudo xolasa ko'chib yashayverasizlar. Tayyor dambu diklangan joy o'rin. Yerlari kilodan yaxshi yer. Zo'r yer, qo'ng'ishog'layni. Gelib yashab o'tiribdilar. Ulug'bog' 14-bo'limda joylashgan. Akarsuv ham bor bir de eng yaxshisi. Akarsuv ham keladi. Narxi 1 sotiki $1300 aytilib turibdi. 22 sotik yer. Umumiy yer maydoni 22 sotik. Bemalol egasini aloqa chiqarasizlar. Egasini nomerini videoning sarlavhasida yozib qoldiraman. Tanishib mana shu videoni tashlab qo'ying. 2 odamga bo'lib beriladi 11 sotikda. Bir odam olsam bo'ladi bu yerni 22 sotikni. Kelishib gaplashaverasiz. $1300 sotiki. 1 sotiki $1300.